Aka mana biz palmalarimizni ham o'rnatib berdik, ishni yakunladik. O'z fikrlaringizni bildirsangiz. Jaloliddin, rahmat ukajonim. Palmalar juda ham chiroyli chiqdi. Mana 3 talik ana tropik palma jamoasiga katta rahmat deymiz ukajon. Bizga ma'qul, chiroyli, boshqa palmalarga ham palma mutaxassislariga telefon qildik, ko'rishdik. Narxlari juda ham arzon. Yana bu yoqqa mana 3 ta yana katta palma qo'yib berdilaringiz. Uznasi 7 metrlik. Hozir buni ham ko'ramiz. Mana bu palmamiz ham haqiqiy tabiiyda chiqdi. Mana u tanalari. Ukamiz Jaloliddinjon razmerlarini aytdilar. Mana bizlar 5 metrlik qilmoqchi edik. 7 metrlik qilsak aka juda ham ajoyib chiroyli chiqadi dedilar. Haqiqatan aytganlariday joylari ham mos tushdi. Restoran ko'rkiga ko'rk berib turibdi bu palmalar. Juda ham chiroyli chiqdi. Bizlar bu kishidan rozimiz. Mana hozir bu yoqqa 3 ta palma bir xil chiroyli chiqdi haqiqiyday. Aka bu o'zi tanasi o'zi asliga 100% natural palma yungidan olingan bo'ladi. Sifati zo'r. Tanalarni ham ko'rgan bo'lsangiz, juda ham qalin, shiroki qulochga sig'maydigan darajaga qilib bergan biza. Shunday. Barglarni ham aka siz uchun eng katta razmerlardan foydalanib qo'yib berdik, joyingizga chiroyli ko'rinishi uchun. Rahmat kattakon Jaloliddin. Aka salomat bo'ling. Mayli, sog' bo'ling, mayli.